Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim. Men Eshonqulova Saodat Qilichevna. Men 1925-yil 10-dekabr kuni Shahzod Toshtemurov ro'z egirishidan $4000 pul yutgan edim. Undan 3000 rubllik pulidan 3000 rubllik biletidan 20 ta bilet ochganman. Mayli $1000 shu biletlar bilan ketdi. Lekin $3000 mana yaqinda 5-oy bo'ladi. Yo'q, faqat mana bunaqa boshdan bosh men bilan yozilib kelib va'da berishlar, mana shu hammasi Shahzodjonda va'da berishlar. Mana bugun chislo necha? 19mi? 19-aprel. Bugun bugun ham kecha va'da berdi. Endi 9 ga o'tdi. Siz uchun uni ochtiryapman, buni ochtiryapman. Faqat yolg'on gaplar. Endi qanday desam bo'ladi? Shu 9-turdagi o'yindan kim yutgan bo'lsa, mana opa menga soat va kun belgilanmagan pul berishdi deyapti. Men sizga dardimni aytib, har bitta narsani aytayapmanki, bu gapingizga qarang-a. Yo sizda yaxshi ayol deb yursam, endi betingiz ochildi. Qo'ying, baqirmang menga opa, o'zingizni bosing deyapti. Men pulimni so'rasam, men baqirmang deyapti. Men nogiron ayolman. Agar 9-turda videosini kim ko'rsa, men bu o'yinda yig'lab aytganman. Akam uchun o'ynadim. Akam bemor dedim. Akam olamdan o'tdi 14-marta. Bu bolaga zorimni soldim. Xudoga solganday zorimni aytdim. Ukajon, hech bo'lmasa ro'za vaqti pamperslariga hech bo'lmasa ozroq tashlab tur. Yo'q, tashlamadi bu bola. Bu bola shunday bola ekanki, faqat va'da ekan. Bugun ham va'da berdi. Bu qachondan beri va'da berib kelyapti. Bu shunday bola ekan. O'ynamanglar, iltimos vatandoshlar, o'ynamanglar. Agar 9-turdan kim olgan bo'lsa, menga 8 906 079 95 14 telefon raqamiga telefon qilingizlar, aytingizlar, biz olganmiz opa, mana shu pulni deb. O'zim nogironman, hamma joyim yonib, mana bu bola nogironligingizni ko'rib, kontent qilaman deb aldadi. Bu bolani juda ko'p gaplari bor. Har bir narsasini sahrant qilib olib qo'yganman. Erim pensioner meni. Erim pensioner 65 ga kirar. Yashirmayman. Nima qilaman? Xudodan yashirmagan, bandadan yashirib. Mana ko'rsin. Menga kontent olaman. Meni hamma joyim tamom bo'lgan, uka dedim. Yordam ber dedim. Akam o'lyapti dedim. 14-marta o'ldi akam. Men shu boladan kutuvdim. Uka, pulni berganingda edi. Shahzod, meni eshitib turgan bo'lsang, yaxshi eshitib ol. Sen berganingda balki akam o'lmasmidi, savobga qolarmiding? Mayli